Hozir Lapar Davron bilan ko'rishib qoldik, akam oldiga keldim. Endi hozir vlog olamiz, lam bo'ladi, ichkariga kiramiz. Ya'ni bitta narsani qayta so'ravermanglar. Ukangizmi, tog'angizmi, buvingizmi, Fayozov deb ezvordilaring borku. O'shanga hozir ko'rishdik, billa xudo xolasa vlog olamiz, ko'rasizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar jigarlar? Bugun Zo'r TVga kelganmiz. Zo'r TVda bugun PUBG Mobile bo'yicha LAN turniri bo'lib o'tmoqda. Prizi $500,000. O'shanga hozir LANga keldik. LANga men birinchi marta vlog olaman sizlar uchun. O'zingizlar ko'rasizlar, hech kim men sizlarga atmosferalarni ko'rsataman, o'zingizlar baho berasizlar. Короче, hozir biz LANga kelganmiz. LANda hozir men sizlarga vlog qilib chiqarib beraman video. Xudo xolasa o'zingizlar ko'rasizlar. LANdagi atmosfera kelolmaganlar bo'lsa, tak что video orqali ko'rib, LANda nima bo'layotgani haqida xabardor bo'lib tursanglar bo'ladi. Hozir Zo'r TVga keldik. Hozir LAN boshlanish arafasida. Hozir juda qiziq bo'ladi degan umiddaman. LAN уже boshlanib qolish kerak. Уже odam ancha to'plangan. Вот, bolalar, bu ichkari atmosfera. Hali yana ichkariga kiramiz. Hozir bu polni ichkari emas hali. Hali yana ichkari kiramiz bolalar. O'zingizlar ko'rasizlar. So you can see me on the jumbotron. They notice me back on the drop top. Bitta javob qo'y oldingda. Bolalar o'sha LAN boshlanmoqda. LANda bu ichki atmosferasi. O'sha hamma streamer, content makerlar kelib bo'lgan. 13 minutdan keyin o'sha LAN boshlanadi. Hozir bolalar LAN bo'lyapti, o'sha ikkinchi karta tugadi, uchinchi kartaga hozir start beriladi. Hozir LANga kelgan streamer, content makerlardan borib so'rab ko'ramiz, qaysi komandagi balet qilyotgan, qaysi komanda yutadi deb o'ylaydi. O'shani ham har bitta ko'rgan streamerlarimdan bitta so'rab chiqamiz. Davron aka, hozir mana o'zbek komandalar qatnashyapti. Shu o'zbek komandalardan qaysi komandaga baletlik qilyapsiz, qaysi komanda yutadi deb o'ylaysiz? Balet qilayotgan komandam Dangerous Sports. Aha. Shu Dangerous Sports'ni yutishiga balet qilamiz endi oxirigacha. Oxirigacha Dangerous Sports'ga balet qilamiz. Hozir bolalar Zo'r TVda kech tushdi o'sha. Kechki atmosfera bu Zo'r TVning ichidagi. Kelolmaganlar uchun, sizlar uchun bolalar vlog qilaman. Vlogga qo'llab-quvvatlab, like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, 200 mingtaga ozgina qoldi. Vlog chiqaramiz sizlar uchun bolalar. Vlog olib yuribman. Abetdan beri to'g'rog'i o'shaning uchun podeshka qilib qo'ysanglar juda xursand bo'lardim. Kanalda birinchi vlog bu. Kamchiliklar bo'lishi mumkin. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Hozir bolalar Zo'r TVda LAN bo'lib o'tyapti. O'sha 4-karta tugadi. O'zbekistonning eng kuchli komandalari qatnashyapti bu turnirda. Hozir men o'zim, ya'ni APGga balet qilaman, APG komandasiga. Sizlar qaysi komandaga balet qilasizlar? Kommentariyada yozib qo'yinglar. Bilasizlar, menimcha bu katta O'zbekistonda masshtabli turnir bo'lyapti. Shuning uchun kommentariya yozib qo'yinglar. Hozir qarang, O'zbekistonning eng kuchli komandalari bu turnirda qatnashyapti. Siz qaysi komandaga baletlik qilyapsiz, ya'ni muxlislik qilyapsiz? Turnirda qaysi komanda yutadi deb o'ylaysiz? Shunga o'zingiz fikringizni aytsangiz. Hozirgi turnirda bu 3 ta komandani o'zimga yutishini ko'rib turibman. Hozir birinchi o'rinda UPG, ya'ni APG, ikkinchi o'rinda Energy, uchinchi o'rinda yana kim bor? Ya'ni Desenator. Tog'amiz. Ya'ni Dangerous Sports. Keyingi streamerimiz bizda Kardinal, ya'ni Azizbek aka. Azizbek aka bugun O'zbekistonning eng kuchli komandalar turnirida qatnashyapti. Siz qaysi komanda yutadi deb o'ylaysiz? Ya'ni qaysi komandaga muxlislik qilyapsiz?
Men O'zbekistondan avvalam hammani bir xil ko'ryapman. Hamma kuchi teng, eng kuchlilar yig'ilgan, chunki bunaqa masshtabda chiqish endi kuchlilar yig'iladi, bir gap bilan aytganda, shu uchun nima bo'lgan taqdirda ham finalda o'zbeklar yutishini tilab qolardim. Top 1ni finalda o'zbeklar olsin. O'zbek Chunki bu yerda komandalar. ko'ryapsiz, Xitoydan ham kelishgan, Rossiyadan ham kelishgan, topoviy komanda Navilar shu yerda. Bu juda ham qiyin agar top 1 olishsa, agar O'zbekiston, men vashcha xursand bo'lardim lekin. Menimcha Ves O'zbekiston xursand bo'lsa kerak, o'zbeklar agar yutib chiqadigan bo'lsa. Aka, javobingiz uchun rahmat. Charchamanglar. Bizda keyingi content makerimiz Balu, ya'ni Mirzo aka. Aka, bugun O'zbekiston eng kuchli komandalari turnirda qatnashyapti. Turnir ko'ryapsiz. O'zbekistonda bunaqa katta masshtabli turnir menimcha birinchi marta bo'lyapti. Shu komandalarni ko'rib turibsiz. Qaysi komandaga siz baliqlik qilyapsiz, ya'ni muxlislik qilyapsiz? Qaysi komanda yutadi deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum hammaga. Xo'sh, men bugun kuzatdim turnirni. Hali turnir ketyapti. Bir ikkita kartani kuzatdim. APG bilan Helion komandasi judayam chiroyli o'yin olib borishyapti. Вообще нереальный. Buni baribir kelib ko'rsanglar juda ham maza qilasizlar-da. Bu televizor orqasidan aytib bera olmayman qanaqa taassurot qoldirganimizni. No, hozircha mana shu ikkita komanda men uchun juda ham qattiq ketyapti. Javobingiz uchun rahmat kattakon. Javohir qalaysiz? Fayozov tinchmi, tuzumsiz? Ikkinchi kun Langa keldingiz. Atmosfera qanaqa? Вообще atmosfera bomba, вообще hammasi zo'r. Zo'rto'ga rahmat deydi O'zbekiston shunaqa. Qidirganiga rahmat. Potom PUBG shunaqa to'g'ri qabul qilganiga juda rahmat. Oldin tushunishmasdi bu narsani, bilasiz. Даже o'tgan yil ham bu narsa haromi, bir narsa deb so'kib tashlashgan davlat. Hozir davlatga juda rahmat, prezidentimizga rahmat. Bo'ldimi? 200 mingtaga ozgina qoldim. Obunachilarga Da obuna bo'lsizlar, Fayozov yaxshi bo'ladi. Kantlarda sal tizzali sal cho'qintoylik qiladi, hayot yaxshi bola. Pulni berganda chunki. Короче, yaxshi zo'r bola. Assalomu alaykum Javohir aka, yaxshimisiz aka? Ko'rishib turganimdan xursandman. Javohir aka, bugun O'zbekistonning eng katta, ya'ni eng kuchli komandalar turnirda qatnashyapti. Shu turnirda siz qaysi komandaga baliqlik qilyapsiz? Ya'ni qaysi komanda yutadi deb o'ylaysiz? Shunga o'zingizni fikringizni aytsangiz yaxshi Hozir bo'lardi. energiyaga baliqlik qilyapman. Ziyor aka bilan gaplashib, energiyaga kontent maker o'tish niyat bor edi. Aha. Nu hozir Hell zo'r o'ynayapti. Rossiyalik komandasi. Upgrade masalan zo'r to'pga ketyapti. Nu vashcha cho'tga o'ynashyapti. Siz shunda hozir energiyaga muxlislik qilasiz. Javobingiz uchun aka kattakon rahmat. Hozir bolalar Javohir 18 ni ko'rib qoldim. Hozir qarang, O'zbekiston eng kuchli to'piy komandalar turnirda qatnashyapti. Qaysi komanda yutadi deb o'ylaysiz? O'zingiz qaysi komandaga muxlislik qilyapsiz? Qaysi komanda yutishi endi bilmadim. Lekin поддержка qilaman, albatta Dangerous Sports. Chunki oldin o'sha komanda o'ynaganman. O'shaning uchun mayli Dga omad tilayman. Dga muxlislik qilasiz. Rahmat javobingiz uchun kattakon. Bolalar, ko'rdinglar, qo'ldan kelgancha ko'rgan streamerlarimdan intervyu olishga harakat qildim. Agar bolalar, bu meni birinchi vlogim. Agar vlog yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz bolalar 200 mingtaga ozgina qoldik. Поддержка qilib tursanglar, qo'ldan kelgancha bundan keyin ham shunaqa vloglar, intervyu videolar qilib turaman qo'ldan kelgancha. Просто sizlar поддержка qilib, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qo'yinglar. 200 mingtaga ozgina qoldik bolalar. Addi shu hammalarga rahmat.